namoz va Qur'on o'qishga bekmo amroq hamda nihoyatda faoliyatchan 40 yoshlarga kirgan bir ayol bo'lib, kishilarning zo'qini keltiradi. U har kuni atiganda 4 bolasini maktabga olib akilib degandek, bolalarning o'qish ahvoliga yaqindan ko'ngil biladi. Har kuni tushda bo'lsa, quyoshning qiziq harorati ostida bolalarni saqlab turib uyga qaytarib keladi. Uy bilan maktabning oraliqi xilili uzoq bo'lib, ayol bolalarni asrab uyga bog'ichi bo'lgan oraliqda bolalarning somkasini o'zi ko'tarib oladi. Ularga tushlik tomoq yegizib bo'lib bo'lgandan keyin yana bir bolasini akilish uchun yana maktabga boradi. Ayol soat 4 gacha bolalarni uyda saqlag'ach Qur'on o'qiydi. Ularning uyi maktabdan bekmo yiroq bo'lg'achqa, keyingi kunlarda har kuni kira avtobus bilan bolalarni maktabga olib akiladigan bo'ldi. Bu ishdan asla zerikmadi. Har kuni bolalarni saqlab o'ltirib, bara-bara maktabdagilarning hammasiga tonishlik bo'lib ketgan edi. O'qituvchi va boshqa mas'ullar u ayolning bolasiga nihoyatda ko'ngil bilganligi uchun u ayolni nihoyatda hurmatlaydi. Kichik bolasi har doim onasining darsga qaytilishini talab qilib turib Shuning uchun bo'lsa-mu ayol har doim sinfning eshik tubida o'rindiqda o'ltirib Qur'on o'qig'ach darsga quloq soladi. Bu ish bolalarga ilhom beradi. Maktab mudirining ishxona derisi ayol o'ltirgan tarafga to'g'ri keladigan bo'lib, uni pat-pat kuzatib turadi. Hamda ayolning o qadar savrchan ekanligidan ta'sirlangan va cheksiz mamnun bo'lgan edi. Ayol maktabdagi chog'larda vaqtni behuda o'tkazib o'tmaydi. Har doim Qur'on o'qiydi. Namoz vaqti kelsa, maktabning masjidiga kirib, ayol o'qituvchilar bilan jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Bir kuni ayolni maktabning mudiri chaqirib qoldi va uningga mundoq dedi: "Maktabimiz sizni bu yillik maktab bo'yicha namunalik ona qilib sayladi." Ayol bundoq bo'lishini faqatla o'ylab boqmagan edi. U ajoyib hayron qoldi. "Menmi? Shundoq siz shahrimizda eng namunalik ona bo'lishga munosib keladi ekansiz." Bu gapni anglagan ayolning ko'zlaridan ixtiyorsiz yoshlar to'kildi. Uning yig'ilganligini ko'rib xijil bo'lgan mudir uningdan so'radi: "Nima uchun yig'laysiz? Bizning sizni namunalik ayol qilib tanlaganimizga xushal bo'lmayotgamsiz-ya?" "Albatta xushal bo'ldim. Balki xushallikdan o'lib qolayli dedim. Men aslida bolalarning haqiqiy onasi emas edim. Namunalik ona degan nomga loyiq emasman. Ularning onasi burunli o'lib ketgan. Men bolalarning dadasining ayoli. Mening hech farzandim yo'q. Biroq bu bolalar mening faxrim, farzandim, mening hayotim. Men ularni intayin yaxshi ko'raman. Navoda bolalarim bo'lgan taqdirdimi, ulardek yaxshi ko'ranmasligim mumkin edi." Ayol ko'zlaridan taramlab yosh to'kilgan holda beshini ko'tarib mudirga qaradi. "Men rostilla ona bo'lishga loyiqmi? Men qiyomat kuni payg'ambar alayhisalom bilan birga jannatda bo'lishni orzu qilaman. Payg'ambar alayhisalom yetimga kapolatlik qiluvchilar bilan men jannatda mana mundoq bo'lamiz deb ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttiri barmoqini bir-biriga yaqin qilib ishorat qilgan ekan." Mudir o'z qulig'iga ishonmayla qoldi. Ayolning so'zlari bekmo ta'sirlik edi. Mudirning qalbi titrdi. Ham hayajonlangan holda: "Siz ona bo'libla qolmay, onalar ichidagi bir farishta ekansiz", dedi.